قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, men ham yetimni qo'yg'irtgan kishi yaqinlarimdan bo'lsinmi u yoki chet kishimi jannatda mening bilan birga bo'lar. Wassaghi alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Atul xotin yoki miskin haqida qo'yg'irtuvchi Allah yo'lidagi mujahid kebek. Peygamberimiz aytdi, men ham yetimni qo'yg'irtgan kishi mening bilan qo'yda dedi jannatda. Ya'ni yetimni qo'yg'irtgan, onun tarbiyalagan, zabotilsa, onun ortidan qaragan qo'yda bo'lsa jannatda. Kim bilan bo'lsa jannatda? Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam jannatning qaysi tushunda? Firdavs. Eng buyuk ulushunda. Ham tul xotin yoki miskin haqida qo'yg'irtuvchi Alloh yo'lida mujahid kebek. Tul xotin kim u? Kimning eri o'lgan, ham u yolg'iz qolgan shu tul xotin bo'ladi. Tul xotinni qo'yg'irtgan, ham miskinni qo'yg'irtgan kishi Alloh yo'lida mujahid kebek. Ya'ni Alloh yo'lida tirishlik ko'rsatgan kebek. Anladingizmi? Biz bu hadislarni o'qiymiz sizlar bilan. Ham aytamiz Peygamberimiz, ya'ni Alloh subhanahu taolo jannatda yurt bilan aytdi deb. Ya'ni endi boshqa zo'r ajr savoblar vaqtida aytdi deb shunday amal qilgan uchun. Lekin bu barliq hadislar, bu barliq ajr savob kimlarga vaqt aytiladi? Kim haqida bora? Tavhid egalari turunda. Tavhid egalari turunda bir Allohga ibodat qiluvchilar turunda, Allohga tengdosh keltirmovchilar turunda, shirk yasamovchilar turunda. Agar kishi Allohga tengdosh keltirar ekan, Allohdan boshqa narsaga, boshqa kishilarga ibodat qilar ekan, bu kishiga ajr savob bo'ladimi? Allanindi zo'r amallar ishlasa da onun bütün amallari to'zonga aylanacak qiyomat kunida. Bütün amallari to'zonga aylanacak ne sababli? Onun shirk sababli. Onun Allohga tengdosh keltiruvi sababli. Onun tavhid egasi bo'lmovi sababli. Anladingizmi? Bu bek zo'r ham bek muhim eskartma.